Amir Temurni kallalardan minoralar yasagan bir qonxo'r sifatida tasvirlashardi. Faqatgina men emas, balki Tojikistonning o'zbeklari ham faxrlansa, o'zbek o'ylaganim tojikligini, sovuq munosabatlar boshlangan qo'shnilar bilan qanday qilsak-da Hakimjon Zokirov keksa o'qituvchi, adib va jamoatchilik faoli. Tojikistondagi O'zbeklar Ma'naviyat va ma'rifat markazi jamoatchilik tashkiloti yetakchilaridan biri. Bu jamoatchilik birlashmasi 2010-yil Tojikiston va O'zbekiston orasida munosabatlar sovuq bo'lgan paytlar tashkil etilgan. sovuq munosabatlar boshlangan qo'shnilar bilan qanday qilsak-da munosabatlarni yaxshilasak, adabiy aloqalarni tiklasak degan o'y xayollarga bordik va O'zbeklar Ma'naviyat va ma'rifat markazini tashkil etdik. Markazning tuzilganiga hozir 15 yil bo'ldi. Ma'naviyat gazetasini tashkil qildik. Barcha jabhalarni o'z ichiga qamragan gazeta bo'ldi. Tojikiston va O'zbekiston do'stligi, Tojikiston va Qirg'iziston do'stligi, boshqa mamlakatlar bilan adabiy aloqalar, do'stlik aloqalari, munosabatlari, o'zimizda yashab ijod qilayotgan qalamkashlar, shoir yozuvchilar, olimlar, filologiya fanlari mana ustozimiz Berdialiyev rahbarligida yo'lga qo'ydik. Butun respublikamiz bu gazetani o'qiydigan bo'ldilar. Bundan tashqari bizlar jurnal tashkil qildik. Sharqnoma jurnali. Sharqnoma jurnali ham o'zining katta obro' e'tiboriga ega bo'ldi. Tojikiston va O'zbekiston, Qirg'iziston qo'shni davlatlar bilan aloqalarni, do'stlik aloqalarini yaxshiladik, yo'lga qo'ydik. O'zbekistonning Vatandoshlar jamiyat fondi bilan, Do'stlik qo'mitasi bilan, Jizzaxdagi Tojik milliy madaniyat markazi bilan, Sirdaryodagi, Namangandagi, Andijondagi, Farg'onadagi O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining viloyat bo'limlari bilan hamkorlik qildik, bordi keldilar qildik. Bizning markazimizni kundalik ishiga nazar solar ekansiz, ish hamisha qaynab toshib turganligini ko'radi. Markazimiz o'zining qilgan ishlari bilan tilga tushdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Arbobga kelgan vaqtlarida ish safari bilan bizning markazimizni tilga oldilar. Bu yerda xizmat qilayotgan, faoliyat yuritayotgan kishilarni, faollarni nomladilar. Kaminaga ham Xalqlar do'stligi ko'krak nishonini 2022-yilda berdi. Сегодня в Ходжанте активно работает общественный узбекский центр духовности и просветительства. Biz mustaqil Tojikistonda tojiklar va o'zbeklar qo'ni-qo'shni bo'lib yashaymiz. Har bir oilamizda o'zbek oilasida tojik, tojik oilasida o'zbeklar kelin bo'lib tushgan, quda-qudag'ay bo'lib ketgan. Bir-birimizga tojikcha gapirganda javobni o'zbekcha olamiz, o'zbekcha savol berganimizda tojikcha javob qaytarishadi. Chunki bizlar ana shunday xalqmiz. Tojik va o'zbekni hech qayerda farqlab bo'lmaydi. Ko'cha, xiyobonlar kezdim-u asta, so'radim har odamdan tojik yo o'zbekligini. Inon, shunda bildim har kamarbasta, tojik deganim o'zbekligi-yu, o'zbek o'ylaganim tojikligini. Hakimjon Zokirov Xo'jand shahridan 25 chaqirim masofada joylashgan Ovchiqalacha qishlog'ida tug'ilib o'sgan. Oilasi bilan shu yerda yashaydi. Ovchiqalacha qishlog'ida tojiklar va o'zbeklar ko'proq yashaydilar. Har bir xonadonga kirar ekansiz, uning tojik yoki o'zbekligini ajrata olmay qolasiz. Chunki ular tojik tilida va o'zbek tilida bir xil gaplashadilar. Shaxsan mening o'zimning oilamda ham meni ayolim aslida qaynonam tojik xo'janlik bo'lganligi uchun tojik tilida gaplashamiz. O'g'illarimning birovi o'zbek maktabida o'qiganligi uchun o'zbekcha, ikkinchisi tojik tilida o'qiganligi uchun tojikcha gaplashamiz. Kelinlarim ham birovi o'zbek, birovi tojik, nevaralarim ham xuddi shunday. Shuning uchun ham bizlarda o'zbekni, tojikni farqlash yo'q. Bizlarda ana shu ikki xalq juda qadim-qadimdan va hozir ham ahil bo'lib yashamoqdalar. Umrining 75-bahori sari odimlayotgan Hakimjon Zokirov ijoddan tinmaydi. Jamoatchilik ishlarida ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham faol. Mana bu bizni ishlaydigan, ishlab o'tiradigan xonamiz. Har kuni bir necha soat davomida mana shu ishxonamizda o'tirib xabarlar, maqolalar, ijtimoiy tarmoqlarga, gazetalarga, jurnallarga, yangiliklar haqida, fikrda tug'ilgan yangi tuyg'ular,
Yana o'zim uchun eng qiziqarli, eng yaxshi ko'rganim hangomalar tug'ilsa shularni kelib kompyuterga tushiraman va bularni ijtimoiy tarmoqlarga va ayrimlarini gazetalarga, jurnallarga yo'llayman. Toshkentda, O'zbekistonda bo'lib o'tgan o'zbek tiliga bag'ishlangan xalqaro tanlovdan berilgan. 2020-yilda tanlovda publistika sohasida g'olib chiqqanligim uchun berilgan. Haydar Aliyev haqida respublika matbuotida yozgan maqolalarim uchun, publistika uchun berilgan. Joriy yilda yaqinda mana aprel oyida Sohibqiron Amir Temurning tug'ilgan kuni munosabati bilan xalqaro tanlov bo'lgan edi. Ana shu tanlovda yana men publistika sohasida qatnashganman va xorijiy davlatlar orasida publistika sohasida birinchi o'rinni munosib ko'rishdi. Mana sertifikat, pul mukofoti va bobomizning, Sohibqiron bobomizning mana monumentlari, haykallari va bu yerdan menga bir qancha kitoblar ham berilgan. Bu kitoblar Amir Temur haqida yozilgan kitoblar. Sho'rolar zamonida Amir Temurga nisbatan bizlarda munosabatlar salbiy ma'noda edi. Amir Temurni kallalardan minoralar yasagan bir qonxo'r sifatida tasvirlashardi. Ayrim joylarda, ayrim mamlakatlarda hozir ham mana shunday fikrlar, ma'nolar borki, aslida ular Sohibqiron haqidagi haqiqiy ma'lumotlardan bexabar odamlar. Keyingi vaqtlarda bizning yoshlarimiz orasida kitobxonlik, kitobga yaqinlik degan narsa kamgina unutilib boryapti. Kitob o'qish juda ham kam. Kitobga ko'z nuringizni to'kib, u yerdan olgan mehnatingizni qadri boshqacha bo'ladi. Buni kitob o'qiydigan, kitob bilan mashg'ul bo'lgan, kitobni sevgan odamlargina aytadi. Endi kitob o'qimagan odamlarga bu gaplarni ancha tushuntirish, anglatish qiyin. Xazinalarni ochib bir ko'rsatsam, mana bu polkadagi kitoblar Kaminani qo'lidan chiqqan kitoblar. Mana shu vaqtgacha bu kitoblarni men o'zim yozdim deyarli. Men o'zim yozgan va men haqimda yozilgan kitoblar. Meni ijodimda ko'proq hangomalar o'rin olgan. Xujan hangomalarim ayni vaqtda hozir 3 marta, 4 marta nashr chiqib. Xujan hangomalari Dushanbeda nashr qilingan. Mana bunisi, mana Xujan hangomalari. Va keyingi oxirgi nashri mana Xujan hangomalarini to'ldirilgan nashri mana salmoqliroq, bundan anchagina hangomalar berilgan. 40-200 sahifalik hangomalardan iborat. Mana bu ham nashr qilingan kitobxonlarning qo'lida. Hangomalarning ba'zilari to'qiydi. Meniki to'qilgan emas, hammasi hayotdan olingan. Shu kunda ro'y berayotgan yozuvchilarning, san'atkorlarning, ma'naviyati ulug' insonlarning orasida bo'lgan qiziqarli voqealarni men hangomalarga kiritganman. Hakimjon Zokirov yashayotgan va ishlayotgan muhitda o'zbek va tojiklarning turmush tarzi, urf, odat, an'analari, milliy madaniyati ham uyg'unlashib ketgan. Meni yozganlarim ham ikki tilda. Sabab shundaki, biz har kuni tojik o'zbeklar birga bir ishxonaga boramiz, bir maktabda ishlaymiz. Men o'zim ishlaydigan Xo'jan shahridagi Toshxo'ja Asriy nomidagi kutubxonada ham tojiklar, o'zbeklar baravar o'qishadi, baravar ishlaydilar va ma'naviyat markazida ham xuddi mana shunday holatni ko'rish mumkin. Oilamizda ham shunday. Bir o'g'lim bilan o'zbek tilida, bir o'g'lim bilan tojik tilida, bir kelinim bilan tojik, bir bilan o'zbek tilida gaplashaman. Va meni yozganlarim ham shu narsani o'zida aks ettirgan. Mana agar men hozirgacha 13 ta kitobni o'zim nomim bilan chiqargan bo'lsam, shulardan bir nechtasi ham tojik tilida, ham o'zbek tilida. Mana keling, olib qaraylik. Meni birinchi kitobim mana 2006-2007 yillarda yozilgan qishlog'imizning tarixini, o'tmishini, kelajagini, shu kunini ifoda etuvchi mana bu kitobda men shu qishlog'imiz tarixini yoritganman va kitob mana tojik tilida boshlanadi. Zamini tabarruk deb nomlangan, tojik tilida boshlangan va ikkinchi qismi shu kitobni o'zbek tilida. Mana bu narsa endi boshqa
kitoblarimda ham shu narsani ko'rishimiz mumkin. Mana hozir man sizlarga mana bu yog'i, mana bundan bu yog'i tabarruk zamin o'zbek tilida, bu yog'i hangomalarni ikki tilda ko'rish mumkin. Bu kitobda O'zbekistonda yashab tojik tilida ijod qiladigan ijodkorlarning asarlari va Tojikistonda, ya'ni So'g'd viloyatida yashab o'zbek tilida ijod qiladigan o'zbek ijodkorlarining asarlari jamlangan va men yana faxrlanib aytishim mumkinki, bu kitobda ham mening nomim bor. Mening mana asarlarim mana 245-betda bir 10-15 sahifalik o'rinlarda meni bu yerda ham demak ijodim berilgan. Yana xuddi mana shunday ishni yana davom ettirib, O'zbekistonning vodiy tomondagi Namangan, Farg'ona, Andijon viloyatlarining ijodkorlaridan hamda Tojikistonning So'g'd viloyatida hamda Dushanbe poytaxtdan va janubiy rayonlardan, Shahrituzdan ijodkorlarni to'plab ana shunday kitobni nashr etdik. Bu kitobda ham Kaminaning nomlari mana tilga olingan va o'zbek-tojik do'stligi haqidagi meni publitsistik maqolalarim o'rin olgan. Endi bulardan tashqari yana o'zim faxrlanib yuradigan bir kitobni ko'rsatmoqchiman. Faqatgina men emas, balki Tojikistonning o'zbeklari ham faxrlansa, barcha ijodkorlar faxrlansa arziydigan kitob. Tojikiston o'zbek adabiyoti antologiyasi. Sovetlar davrida, sho'rolar davrida bunday kitob chiqmagan. Mustaqillik davrida So'g'd viloyati o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazida jamlangan shoir, yozuvchi, olim, muarrixlar hamda Dushanbedagi ustoz O'lmas Jamol va oliygohlarda ishlaydigan olimlar bilan birgalikda mana shunday ishga jazm etdik va birgalikda 49 nafar Tojikistonda yashab ijod qilgan ijodkorlarni, o'zbek qalamkashlarini ana shu kitobga jamladik. Men faxrlanib aytishim mumkinki, shu 49 nafar ijodkorlarning orasida meni ham nomim bor. Mana Hakim Zokir. 2020-yilda Toshkentda qadring baland bo'lsin, ona tilim, o'zbek tilim degan mavzuda tanlov bo'lgan edi. Bu tanlovda ishtirokchilar o'zlarining she'riy, nasriy, publitsistik asarlar bilan qatnashdilar va shu jumladan men ham o'zimning ona tiliga bag'ishlangan publitsistik asarimni yubordim va o'sha yerda tanlovning g'oliblaridan biri sifatida meni ham tilga olishdi va mukofot berishdi, sertifikat berishdi. Mana O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi shu narsani meni Dushanbega chaqirib shu mukofotni berdiki, mana men uchun juda ham qimmat va noyob hisoblangan 5 tomlik 80 ming so'zni o'z ichiga olgan o'zbek tilining izohli lug'ati kitobidir. Mana shu kitob men uchun, mana meni kitobxonamni bo'yitib turgan kitoblardan biri. Men bu bilan albatta faxrlanaman va o'zbek tili uchun, ona tilimiz uchun hamisha kurashni davom ettiramiz. Tojikistonda o'zbek tilida ijod qilayotgan shoirlar, yozuvchilar bor. O'zbek filologiyasi fakultetini bitirib, o'zbek tili muallimi, o'qituvchisi bo'lib ishlayotganlar ham talaygina. O'zbek tilida nashr etilayotgan gazetalar, jurnallar ham bor. Lekin afsuski keyingi vaqtda maktablarda o'zbek tilining kamroq o'qitilganligi boismi yoki o'zbek maktablarida o'quvchilarning kamayganligi bois o'zbek tilida kitoblar nashr etish, gazeta va jurnallarni nashr etish biroz kamaydi. Bu narsa albatta shu sohani odami bo'lganligi uchun bizga ham uncha ko'nglimizga yoqmasa-da, lekin biz harakat qilamizki, shu o'zbek tilining sha'nini ko'tarish, o'zbek tilida nashrlarni ko'paytirish, o'zbek tilida kitoblar chop qilish uchun harakat qilmoqdamiz. Ayni vaqtda o'zim rahbari bo'lgan Sharqnoma jurnali ham nashri to'xtab turibdi. Bir tomondan iqtisodiy vaziyat bunga yo'l bermayapti, chunki nashr ishlari mana ba'zi Rossiya bilan Ukraina urushi tufayli narxi navoning qimmat bo'lib ketishi ana shu ishlarni orqaga surishiga sabab bo'ldi. Men o'ylaymanki, hamma masalalar yana orqada qoladi, qiyinchiliklar, va biz ham jurnalimizni yaqin vaqt orasida yana nashr qila boshlaymiz.